Menga seni yaratgan zotni eslamaysanmi? Zikr qilmaysanmi dedi. Qanday qilib zikr qilaman? Tog'am aytdi, to'shagingga yotib, tilingni qimlatmasdan 3 marta Allohu ma'i, Allohu nozirun ilay, Allohu shahidi. Alloh men bilan birga, menga qarab turibdi. Alloh mening guvohim degin. Tilingni qimlatmasdan. Diling bilan aytib qo'ysang bo'ldi. 3 kun aytdi, odat bo'lib qoldi. Tog'am endi shu so'zlarni 7 martadan qaytardi. Buni ham qaytardi. Tog'asi 11 martadan aytdi. Ozozdan sekin-sekin lekin davomiy. U kishi aytadi, 3-kechada deydi, mana shu 11 martadan aytayotganim 3-kechasida meni qalbimga zikrning muhabbati kirib qoldi. Alloh bu muhabbatni bergandan keyin inson endi bu zikrdan ajramaydi. So'ngra tog'am aytdi: "Ey sahil, Alloh sen bilan. Alloh qarab turibdi. Alloh guvoh senga. Shuni his qilsang gunoh qilasanmi? Gunohlardan ehtiyot bo'l."